Şu bir eg'iz gap hayotini o'zgartibdi. Men sizning kim ekanligingizni bilmayman. Ne turdiganligingizni bilmayman. Nima qildiganligingizni bilmayman. Lekin bizning nurga o'xshash hikoyalarimiz bor. Qalbimizda o'xshash tortiqlarimiz bor. Balki nurg'unimizning o'xshash orzulari bordir. Agar siz hozirning o'zida gapimni anglayotgan bo'lsangiz, bu hargiz tasodifilik emas. Bu bir go'zal o'rinlashtirilish. Men bu hikoyani ikkilanayotgan yuraklarga yozdim. Voz kechish oldida turgan sizga yozdim. Ham birga ishtiyoq bog'lagan ishiga vujudi bilan tirishayotgan sizga mi yozdim. Ham meni hozirgacha qo'llab kelgan barliq go'zal ruhlarga yozdim. 2019-yil 5-oyning 9-kuni apamga yozgan bir parcha xat degan videoimni mikroblogga yo'lladim. Yo'llash knopkasini bosgan shu daqiqada ajoyib qo'rqdim. Ham hayajonlandim. Chunki biz sindirgan ajrimizning e'tirof qilinishga erishishni orzu qilamiz. Men buning sirtida emas. Qisqa net soatning ichida videoimning ko'rilish soni 20 mingdan oshib ketdi. Net soatning ichida net 100 odam menga ergashdi. 100 dan ortiq baholarni topshirib oldim. Bir-biridan go'zal yozilgan baholar, madadlar, yaxshi tilaklarni qayta o'qidim. Shu vaqtning o'zida telefonga qarab yig'lab ketdim. Shunchalik ta'sirlanib ham ichimdan xush bo'lib yig'lab ketdim. Lekin bularning boshlanishiga zodi kim va nima sababchi bo'ldi? Bu hikoya bola vaqtlarimdan boshlandi. Apamning savodini chiqarayotgan shu vaqtlari. Shu jinim apam menga doim aqlli o'g'lim, siz cho'qim ravo o'qib ketalaysiz, siz cho'qim qila olaysiz, men sizga ishonaman deydi. Men tunji she'rimni apamga ko'rsatganimda apam qo'llarimga suyib ketgan edi. Ana shu e'tirof qilinish, men esimni bilgidek bo'lganimda erishgan tunji e'tirof qilinish. Shuning bilan men yoziqchilikka kirishdim. 6-7 yoshlik bola qanchalik narsa yozib ketalaydi deysiz. Nurg'un grammatikalik xatolik, so'z ishlatish xatolik, nurg'un kamchiliklar mavjud. Lekin apam asarlarimni o'qiganda ko'ziga yosh ketadi. Bu mening hozirgacha nimishqa yoziqchilik qilishni yaxshi ko'rganimning sababi. Chunki u men eng yaxshi ko'radigan kishi tarafidan e'tirof qilinishga erishgan. Men o'zimning ovozidan xijil bo'ldim. Bir mezgil uyning telefonini elishdan qo'g'digan bo'lib qolgan. Chunki notanish biraylarning telefonini olganimda ular ovozimni anglab meni qiz bolamikin deb qoldi. Mening do'stlarimning ovozi mendan tom. O'g'il bola ekanligini farq etgil bo'ladigan chiqdi endi. Shundaq kunlarda men ovoz berishni boshlayman. Bir aptitalda inglizcha ovoz berishga boshlayman. Shaparang palvon degandek ovozi tom-tom chiqadiganlarni tanlab olib beraman-da toza. Lekin mening ovozim shaparang palvonga tushmaydi. Qat'iy tushmaydi. Shaparang palvonda chiqadigan ayol mushuk tushdi mening ovozim. Lekin davomlashtirmayamdi. Shundaq kunlarning birida men otamning do'stlarining oldida mendan faxrlanib meni maqtab berayotganligini anglab qolman. Endi 9-10 yoshlik bir bola uchun otasining uningdan faxrlanib do'stlari oldida uni maqtag'ini ko'rish ajoyib zo'r bir baxt ekan endi. Shunda qilib ovoz berishni yaxshi ko'rib qolman. Chunki bu men hurmatlaydigan, cho'ng bo'lgan shundaq bo'lsam deydigan biraylar tarafidan e'tirof qilinishga erishdi. Endi hozirga qaytib kelsam, tunji mikroblogga yo'llagan videoimdan tortib, eng yaqinqi yo'llagan videoimgacha meni izchil qo'llab kelayotgan mening ocham. Har bir videoimni ana shu opamdek, ana shu otamdek astoydil ko'rdi, maqtab berdi, madad berdi. Har bir videoimning kaynida ochamning yordami bor, ajr bor. Tunji videoimni ishlay olishimga va uni jur'atga kelib turg'i yo'llay olishimga sababchi bo'la olgan ocham. Mening tunji videoimning kamchiliklari nurg'un. Lekin hozir bara-bara yaxshilanyapti. Davomli yaxshilanib mangdi. Bu dal biz deydigan jarayon shu. Endi men bu yerda nima demoqchi? Agar ayni vaqtda opam asarlarimni e'tirof qilmagan bo'lsa-da, otam ovozimni yoqtirmagan bo'lsa-da, ocham qilalaydiganimdan gumonlangan bo'lsa-da, men bugun ekranning oldida turib sizga bu gaplarni deyolmas bo'lardim. Siz birodarning hayotiga ana shunday ta'sir ko'rsata olasiz. Sizning gaplaringiz balkim
hayotimning burilish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Chunki hammamizning ojiz vaqti bo'ladi. Biz shunday vaqtlarda haqiqatan e'tirof qilinishga muhtoj bo'lamiz. Shunga biraylar bir ishni yangi boshlagan bo'lsa, uningdan maqtashlaringizni ayamang. Madadlaringizni ayamang. Ular siz o'ylaganingizdek talantli bo'lib ketishi notayin. Hamma gapni aktiv tarjim qila olgudek qaysar bo'lib ketishi notayin. Ularga shu bir eg'iz so'zingiz ta'sir ko'rsatadi. Shu bir eg'iz so'zingiz ularni umidga to'ldirsa, yana shu bir eg'iz so'zingiz ularning umidlarini o'chirib yetalaydi. Videomni ko'rayotgan har biringlarga qanchalik rahmatimni bildirishim ozlik qiladi. Har biringlar hayotimga ta'sir ko'rsatyapsizlar. Sizlarning qo'llashinglar izchil mening harakatlantirish kuchim bo'lib kelmoqda. Ekran oldidagi sizga rahmat. Sizga shuni dey. Siz hammani qila olasiz. Men sizga ishonaman. Men sizga shaksiz ishonaman. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Rahmat.